Qashqadaryoda yashab turib, bu mahallani bilmagan odam bo'lmasa kerak. Ya'ni biz Batosh mahallasi haqida gapiryapmiz. Batosh mahallasidan juda ham ko'p kottejlar ichidan sizga arzon narxda bir donagina kottej topib qo'ydik. Juda ham ajoyib narxda. Oxirigacha ko'rsangiz, narxini oxirida aytib o'tib ketaman. Tashqi taraflarini ko'rishingiz mumkin. Hamma kelib yashab turibdi, lekin bu uyimizga hech kim kelib yashamagan. Bu tarafdan Zaynabdan kirib kelaverish. Nomerlarini pastga qoldiraman va sizlardan podpiska, like bosib qo'yishlaringni va shunaqa uy izlab yurganlarga jo'natib qo'yishlarini xohlayman. Bu uyda hech kimimiz yashamagan. Birinchi xonamiz, bu tarafda ikkinchi xonamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Narxi endi aytadigan bo'lsak, ikki xonali kvartirani narxida hovli olasiz. Bu tarafda sanuzilimiz, aristonlar bor. Hamma narsasi ajoyib. Gaz, suv, svetda muammo yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin. Oshxonamiz. Mana kirib kelaverish. Bu tarafda hovlimiz, kichkinagina hovlicha, ya'ni yashil zona qilib bemalol foydalansalaring bo'ladi. Bu tarafda ko'rishingiz mumkin, isitish tizimi narsalarini va motor, aristonlarga suv tortadigan motorlarni joylashtirib qo'yibdi. Endi bu tarafda kattagina hovuzimiz bor. Mana bu yerga bemalol tandir qurib foydalansangiz bo'ladigan joy va tashqi tarafdagi ko'rinishini ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yerda esa hovuzimiz joylashgan. Mana hovuzni og'izlarini ochib qo'ydik va bu yerda hojatxonamiz, ya'ni tashqi tarafdagi hojatxonamiz joylashgan. Bu tarafda arqa tomondagi ko'chamiz joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin, arqa tarafdagi ko'chamiz juda ham ajoyib narxda. Endi narxini aytadigan bo'lsak, 29.500 dollarga gaplashib qo'ydik. Faqat naqdga sotiladi. Oxirgi narxini aytyapman.